aka. Yani kichik korxonaga meni ko'rgan tashrif buyuribsiz-da yana. Yo'q, axlat tashlagani keldim. Ha. Men bo'lsam, meni bir kunda sog'inib qolibsizmi deb o'ylayman. Mayli. To'xtang, nomeringizni bermaysizmi menga? Hali ertamasmi? Hali to'xtab tur. Jonni uddalolmaydigan ish o'zi yo'q. Hali Jonni o'ziga seni maftun qiladi. O'shanda ko'ramiz. Yaqinda men bu g'urbatxonadan qutulaman. Jonni aka, qarashvoring. Nima deganing bu? Men axir bu korxonani direktori bo'lsam, Jonni Enderfoni bo'lsam, hozir kennoyin ko'rib qolsa meni ish qotganimni nima deb o'ylaydi? Shunaqa. Aka, baklashka. Shurik. Ko'tingga qolib baklashgani. Men nimalarni o'ylayapman, men qanday orzular qilib o'tiribman. Sen bu yerda detskiy gaplaring bilan orzuni beliga tepding. Mana buni ham ol. Senga siqilma, o'ylama. Bu dugonasi bo'lsa, seni ham tanishtirib qo'yaman. Ha? Qalaysiz? Jonni? Saraxon, bugun ham musor tashlagani kelgandirsiz-a, xoynaxoy. Mana musor, boring, tashlang. Yo'q, ataylab sizni ko'rgani keldim, Jonnichi. Yuring, aylantirib kelaman. Ha? Jonichi sizga qurbon bo'lsin. Ketdi. Men kiyimlarimni almashtirib kelaman, lekin boshqa kiyimim ham yo'q.